Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 17 million so'mga qayerlar tunikafon bo'ldi. Xo'p, ko'cha shapkamiz tarnovlari bilan mana shu holatda tunikafonlarni qilib berdik do'stlar. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Menga Muhammad ekan keldim. Darvozaxonamizni mana shu holatda tunikafonlarni qilib berdik. Oynalari ham bor. Qadrdonlar mana ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal holatda bo'lgan. Ichkari shapkalarimizni ham xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda tunikafonlarni qilib berdik. Qadrdonlar, bu xonadonimizga tarnov tunikafonlarni qilib berganmiz. Atiga 17 million so'mga. 107 kvadrat tunikafon ishlatganmiz. 45 metr tarnov qo'yganmiz do'stlar. Xo'p, 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan, 1 metr tarnovimizni esa 60 ming so'mdan qilib berganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadoningizga mana shunaqa chiroyli holatdagi tunikafonlarni qilishinglarni tavsiya qilamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.